Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga Pirimqul Qodirovning Olmos kamar nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Olmos kamar romanida Abror va Sherzodning ma'naviyat, kasb, ruhiyat, shuurdagi kurashlarini, hayot, jamiyat, oila, el-yurtga qarashlari aro ziddiyatlarni ko'rsatish asosiga qurilgan. Ularning ikkovi ham arxitektor, yangi shahar bunyod etuvchi, uni obodonlashtiruvchi, mutaxassis. Lekin tarbiyasi, tabiati, burch va mas'uliyatga munosabati, muhabbatga, oilaga qarashda farq kuchli. Abror elparvar, adolatgo'y, maydonlarga ko'rk berish, milliy udumlarimiz, an'analarimizga rioya qilish tarafdori. Bahrom esa ishni o'zboshimchalik bilan do'ndirishga moyil. Yozuvchi ularni murakkab kechirmalar, iztiroblar, adashishlar, to'g'ri yo'lni topa olish natijasidagi yoniq quvonchlar ichida ko'rsatadi. Bu qahramonlar kitobxonni mustaqil mushohada yuritishga, mayda andishalar girdobga o'ralashib qolmaslikka, hayot kurashlaridan qo'rqmay el yurt dardi bilan yashashga o'rgatadi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.